Yaqindagina Abdulla Qahhor nomli mahallamizga Oliy sudning raisi tashrif buyurdilar. Ularning tashrif buyurishlaridan maqsad bizni mahallamiz yettiligini, ishini ko'rib chiqish, mahalladagi kamchiliklarni, mahalladagi yutuqlarimizni ko'rish bilan bir qatorda masalalar so'radilar menda. Masalan, mahalla raisi sifatida bugungi kunda sizni qiynayotgan masalalar nima, hal qila olmayotgan masalalaringiz bormi? Kutubxonangizni ko'rsating, kutubxona bormi dedilar. Kutubxonaga kirganda bizni tumanimizni sud raisidan so'rab qoldilar. Sizlar ham bu kutubxonaga kelganmisizlar, kitob berganmisizlar? Kitob bormi? Masalan, sud haqida, sud huquqlari haqida desa, men xursand bo'lganim shu tomondanki, bir hafta o'tmasdan bizni kutubxonamiz mana shu kitoblar bilan boy edi. Bu yerda mana shu sudyalarning tarixi, qaysi sudlar bo'lgan, masalan, o'sha yosh katta ulug' sudyalar haqida kitoblar yozilgan ekan, shularni berishdi. Juda ham qiziqarli bo'ldi men uchun, chunki men xursandmanki, haqiqatan ham mahalla raisi sifatida o'zimni quvonganim mana shu kuni kecha shunaqangi bir menga quvonarli bir holat bo'ldi. Mana shu Oliy sudni raisini topshiriqlari bilan menga bayram tabriki keldi mana shu va albatta hech qachon men o'ylamagan tarzda, hattoki xayolimga kelmagan tarzda mana shu benuqson xizmati uchun degan ko'krak nishoni bilan men taqdirlandim. Xalqaro xotin-qizlar kuni hamda 10-mart Xalqaro ayol sudyalar kuni munosabati bilan sud faxriylari, sudyalar va davlat hokimiyati va boshqaruv organlari xodimlarining bir guruhini mukofotlash to'g'risida Aripova Feruza Yusupovna Yakkasaroy tumani Abdulla Qahhor nomli mahalla fuqarolar yig'ini raisi ham mana shunday ko'krak nishon bilan taqdirlandi. Katta rahmat. Bilasizmi, bir ayol sifatida bugungi kunda mana shu yurt uchun, vatan uchun, mahalla uchun xizmat qilayotgan ayol sifatida men uchun bu juda ham katta mukofot bo'ldi. Ayol bu go'zallik, latofatlik belgisi. Ayol bor xonadon albatta charog'on bo'ladi. Farzandlari tarbiyali, oilani bir qanaqadir farishtasi bo'ladi deb o'ylayman-da. Onaxonlarimizni, kelinlarimizni, qizlarimizni shu bayram bilan tabriklayman. Hammani xonadoniga yaxshilik tilayman. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-ku kulib, jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering. Tog' qimirlab toshlar so'zga kirsa-da, ayolga baxt bering, saodat bering. 70 ga kirsa-da, 100 ga kirsa-da.